Bu hammomimizga 60 million pul ketdi. Bor rakovina joylashgan. Bu yerga tahoratxona qilingan. Bu yerga bo'lgan. Dushimiz. Kirguvchi mashina qilib. Xudo xolasa shu yerga hammom tualet solmoqchimiz. Tomoni molxona. Shu yerga mana xudo xolasa koloduslar tashab buzganimizdan keyin bu yerda mana guvalarni olib tashladik. Beton quyib qo'ydik, fundament. Bu yerimiz tualet. Bu yog'imiz hammom. Bu yerdan kiriladi. Bu yerimiz mana koridor. Xudo xolasa bu yerga unvonlik qo'yib qo'yamiz. İşimizga baho berasiz. Obyektimiz xudo xolasa mana asta bitmoqda. Xudo xolasa endi bu yerga penablok uramiz. Mana bu yerda penablok mana. O'zimizning penablok seximiz bor. Shu yerdan xudo xolasa penablok olib bitirib yana video qilib olib ko'rsatamiz. Endi bu yerga kanalizatsiyalarni qilib bir yana videoga olamiz. Ko'rasizlar. Mana hammomimizda hammom tualet ikkinchi etaj bityapti. ikkinchi etajiga ham bir yo'l urindik. Penablogini urib, xudo xolasa mana endi tomini bitirib qo'ysak, sekin ichlarini bitiramiz. Sizlardan bitta like. Ustakalar ham mana shu yerda turibdi. O'zimda endi usta. Mana penabloklarni urdik. Bu yer hammom. Kattagina mana razvalkasi ichida-yu hammom. Bu yer mana yo'lagimiz. Bu yer tualet, hojatxona. Bu tomonga chashagin, bu tomonga unitazni o'rnatamiz. Bu yerga tahoratxona qilamiz, xudo xolasa. Portishkalarimiz mana bu yerda bor. Hammomniki bu yoqda. Sekin bityapti, xudo xolasa. Mana xudo xolasa hammom tualetimizni shpirini qilib, endi xudo xolasa kanalizatsiyasiga o'tdik. Santexnik ustamiz shu yerda mana. Bu yerga mana kanalizatsiya suvlarini tarab, xudo xolasa harakat qilyapmiz o'yib. Bu yerda motorimiz bor, bu yerdan o'yib olib kelamiz. Hammomimiz kanalizatsiyasi bitish arafasida. Bu yerda dush bo'ladi, bu yerda tahoratxona, bu yerda rakovina, kiruvchi mashinaga, bu yerda dimoxod chiqarib yuboramiz bu tomonga. Bu yog'imizda bu yerda rakovina bor. Hojatxonamiz. Hojatxonamiz hozircha chola, buni ham bitiramiz. Bu yerda tahoratxona bor. Bu tomonga chiqib ketadi. Hojatxonamizniki bu yerda kolodusga kirib ketadi. Bitganda yana olamiz, xudo xolasa. Mana kanalizatsiya santexnik ishlarimiz xudo xolasa bitish arafasida. Oldingi videomizga qaraganda ishlar bitdi. Mana horizont o'rnatildi. Bu yerga motor o'rnadi. Suv nasosimiz. Bu yerga tahoratxona mana. Bu yerga dush bo'ladi. Bu dushimizga
Simstillar xudo xolasa mana qo'yiladi tepaga, bu yerga. Bu yerga rakamina mana. Trapimiz. Buni avtomat kiruvchi mashinaga. Elektr ishlarimizni ham mana qilyapmiz. Pulchatorlarni qo'yib. Mayda ustakamiz elektr ishlari bilan ovora. Bu yerga tepadan asos to'kib kelyapti mana. Bu yerga rakabina. Ichkaridan tahoratga kanalizatsiyamiz o'tgan. Tualetga endi qo'shib bo'lmaydigan tahoratxonani bu yerga mana simsiz qo'yib qo'ydik. Tahoratxonaga issiq suv. Bu yerga chashagin, bu yerga unitaz o'rnaydi. Portishkamiz bu yerda. Xudolasam bitish arafasida. Yana video qilamiz, xudo xolasa mana. Mana hammomimizni devorini suvab, xudo xolasa zinani kuyib, xudo xolasa mana. Taqdir chiqiladi. Mana to'plab bo'ldi. Oldin mana stasha kuyib oldik bu yerga. Arisotmega o'rnatib qo'ydik. Ha? Chiqmayapti ishlayapti mana. Chiqmayaptimi? Bu yerga nastroyka. Unitazimiz o'rnaydi, menga chashagim mana. Hammamiz. Chiqadi to'g'risi. Sal bu olish kerak-da buni. Usta. Ustasi ham bo'ladi. Murodjon, nima ekan Murodjon? Yapmi? Yerga Ustakamiz santexnik mana. naqadayam O'zbekiston va santexnikada brigadan mana shu bor. O'zbekiston santexnikada brigadan. Mana to'pli bog'imizni simi ekan mana. Koreyskiy to'pli polaganmish. Bu xonaga necha metr? 55 metr ketar ekan mana, 55 metr. Xudo xolasa bu yerga zinapayamizga mozaikani boshladik mana. Mana hammom tualetimiz xudo xolasa bitti. Endi videosini qo'yapmiz. Oradan ancha o'tib ketdi. Bu hammomimizga 60 million pul ketdi. $60 milyon so'm pul ketdi. Bu yerda mana koridorimiz bor, rakavina joylashgan. Hammom tualet. Bu yerga tahoratxona qilingan. Bu yerga chashagin o'rnatildi tualetga. Bu yerga unitaz qo'yildi. Yosh kattalar bor. Portishga bu yerga. Bu yerga ventilyatsiya, vozduk qo'yildi mana. Xonamiz 2:180. Bu yerga vishilka, tahoratxonaga bu yerga vishilka qo'yildi. Bu yerga rakabina joyladik. Bu yerga mana qushimiz kiryapti. Rakabina, issiq suv ichadi. Bu yerga hammamiz portishkasi. Bu yerga dush. Dushimiz 3:1.5 bo'lgan. Dushimiz. Bu yuvinadigan yerda 1.5 joylashgan. Bunda portishka, sovun qo'ygich. Tahoratxonamiz bor bu yerda mana. Bu yerga vishilka qildik. Oynagimiz, rakavina, kirguvchi mashina qildik. Xudoxolasa avtomat qilamiz. Kulchator, motorimiz bor bu yerda mana. Shular hammasi bitish holati, o'sha buzish